Keling, bir vaziyatni tasavvur qilib ko'ramiz. Sizda ulkan bir zavod bor va u yerda yuzlab uskunalar bir-biriga bog'langan holda ishlaydi. Xo'sh, mana shu zanjirdagi faqat bitta uskunaning o'zi korxonaga qancha sof pul olib kelishini qanday hisoblash mumkin? Bu deyarli imkonsiz, to'g'rimi? Yaxshi, deylik buni hisoblab bo'lmas ekan. Unda undan qiyinroq savol tug'iladi. Agar bitta uskunaning pul oqimini bilmasak, uning eskirishidan kelib chiqadigan qadrsizlanish zararini qanday aniqlaymiz? Va nihoyat, eng asosiy, bosh qotiradigan savol, bu zararni aniqlash uchun butun boshli zavodni bitta yaxlit deb baholash kerakmi yoki uni qismlarga bo'lib baholasa ham bo'ladimi? Agar shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak siz to'g'ri joydasiz. Bugun biz siz bilan aynan shu murakkab masalalarni oddiy va tushunarli qilib tahlil qilamiz. Bugungi tahlilimizdan so'ng siz bitta aktivni alohida baholash imkonsiz bo'lgan holatlarda ularni qanday qilib to'g'ri guruhlashni o'rganasiz va shu orqali korxonadagi ko'zga ko'rinmas yashirin zararlarni fosh qilishni bilib olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli moliya dunyosining ishqibozlari va xalqaro standartlarni chuqur o'rganayotgan bilimdonlar. O'tgan safargi tahlillarimizda biz bitta alohida olingan aktivning qadrsizlanishini ko'rib chiqqan edik. Lekin hammamiz bilamizki, real hayot, ayniqsa yirik biznes, ancha murakkabroq. U yerda deyarli hech bir uskuna yakka o'zi pul yaratmaydi. Mana shu asosiy muammoning ildizi. Yirik biznesdagi aksariyat aktivlar mustaqil pul ishlab chiqara olmaydi. Ular bir butun yagona sistemaning ajralmas bir qismi sifatida ishlaydi. Bu esa tabiiyki ularning har birini alohida baholashni deyarli imkonsiz vazifaga aylantiradi. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Bu muammoning yechimi bormi? Albatta bor. Va bu yechimni bizga 36-sonli xalqaro moliya standarti, ya'ni IAS 36 taqdim etadi. Standart bizga juda aniq va mantiqiy bir yo'l ko'rsatadi. Agar biror aktivni yakka o'zini baholay olmasangiz, uni o'z tegishli bo'lgan guruhning bir qismi sifatida baholashingiz shart. Mana shu guruh xalqaro moliya tilida pul ishlab chiqaruvchi birlik yoki qisqacha qilib aytganda CGU, Cash Generating Unit deb ataladi. Ta'rifning o'ziga yaxshilab e'tibor bering. Bu boshqa aktivlardan mustaqil ravishda pul oqimini yarata oladigan aktivlarning eng kichik aniqlanadigan guruhidir. Aynan mana shu eng kichik degan so'z bu yerda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu shunchaki bir maslahat emas, do'stlar. Bu qat'iy talab. Standartning o'zi to'g'ridan to'g'ri aytib turibdi. Ya'ni, agar bir aktivni alohida baholashning iloji bo'lmasa, biz uni darhol o'zi tegishli bo'lgan guruh bilan birga baholashga majburmiz. Bu qoida moliya hisobotlarining haqqoniy va adolatli bo'lishini ta'minlaydi. Hurmatli do'stlar, agar ushbu ma'lumotlar sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, ushbu bilimlarni sizga berish uchun mehnat qilayotgan video ijodkorlari uchun like bosib qo'ying va bundan da sifatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, nazariyani tushundik. Endi keling, bularning hammasi amalda, ya'ni real hayotda qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Chunki hayotiy misollarsiz bu qoidalar quruq gap bo'lib qolishi mumkin. Keling, birinchi misolimizni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, bizda Konchi nomli yirik kon qazib oluvchi korxona bor. Bu korxonaning juda qiziq bir aktivi bor, u ham bo'lsa o'zining shaxsiy temir yo'li. Keling, shu vaziyatni birgalikda tahlil qilaylik. Korxona kondan qazib olingan ma'danlarni tashish uchun o'zining xususiy temir yo'li va poyezdlaridan foydalanadi. Agar biz faqat temir yo'lning o'zini baholamoqchi bo'lsak, u mustaqil ravishda bir tiyin ham pul keltirmaydi. Sababi u faqat va faqat kon uchun xizmat qiladi. To'g'rimi? Uni bozorda ko'pi bilan metallolom narxida sotish mumkin xolos. Shuning uchun standart temir yo'lni kondan ajratib baholashga mutlaqo ruxsat bermaydi. Aksincha, butun kon o'zining temir yo'li bilan birgalikda bitta yagona pul ishlab chiqaruvchi birlik sifatida qaraladi va ularning qadrsizlanish zarari ham birgalikda hisoblanadi. Yaxshi, bu tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi keling, vaziyatni biroz chiqallashtiramiz va undan ham qiziqroq misolni ko'rib chiqamiz. Poytaxt Trans avtobus korxonasi shaharda 4 ta alohida yo'nalish bo'yicha avtobus qatnovini yo'lga qo'ygan. Mana shu yerda ko'pchilik adashishi mumkin. Bir qarashda har bir avtobus yo'nalishi mustaqil pul oqimini yaratayotgandek ko'rinadi. Demak, nazariy jihatdan bizda 4 ta alohida pul ishlab chiqaruvchi birlik bor, shunday emasmi? Lekin bu yerda bitta katta lekini bor. Korxonaning shahar hokimiyati bilan tuzgan shartnomasi uni 4 tala yo'nalishni ham birgalikda ishlatishga majbur qiladi. Hattoki ulardan biri zarar bilan ishlayotgan bo'lsa ham.
Aynan mana shu qonuniy majburiyat tufayli xalqaro standart bu to'rttala yo'nalishni alohida emas, balki bitta yagona pul ishlab chiqaruvchi birlik deb hisoblashni talab qiladi. Ko'rib turganingizdek, standart nafaqat texnik imkoniyatlarga, balki amaldagi yuridik majburiyatlarga ham qattiq e'tibor beradi. Barakalloh. O'ylaymanki, pul ishlab chiqaruvchi birlik nima ekanligini endi ancha yaxshi tushunib oldingiz. Endi esa keling olgan bilimlaringizni bir sinovdan o'tkazamiz va sizga kichik bir jumboq beraman. Bu keyingi tahlilimiz uchun ham ajoyib bir zamin yaratadi. Lekin bu hola hammasi emas. Undanda murakkabroq holatlar bor. Masalan, korxonaning bosh ofis binosi yoki ilmiy tadqiqot markazlari kabi aktivlar to'g'ridan-to'g'ri pul ishlab chiqarmaydi-ku. Aksincha faqat xarajat qiladi. Yoki bo'lmasam, boshqa bir biznesni sotib olishdan paydo bo'lgan goodwillning o'zi pul keltirmaydi. Xo'sh, unda ularning qadrsizlanish zarari qanday hisoblanishi kerak? Bu jumboqning javobini keyingi tahlilimizda albatta topamiz. Ungacha esa an'anamizga sodiq qolgan holda olgan bilimlaringizni sinash uchun sizga ajoyib bir keys. Buloq nomli mebel korxonasi 3 ta ishlab chiqarish bosqichida ishlaydi. A bosqichida daraxt yetishtiriladi va kesiladi. B bosqichida shu yog'ochlardan mebel qismlari yasaladi. C bosqichida esa bu qismlar yig'ilib tayyor mebel holati sotiladi. Endi eng muhim ma'lumot. Korxona A bosqichida yetishtirilgan yog'ochni bemalol tashqi bozorga, ya'ni boshqa korxonalarga ham sotish imkoniyatiga ega. Endi diqqat bilan eshiting, savol shunday. Xalqaro moliya standartlari nuqtai nazaridan mana shu A bosqichdagi daraxt yetishtirish jarayonining o'zi alohida mustaqil pul ishlab chiqaruvchi birlik deb hisoblanishi mumkinmi? Va eng muhimi, nima uchun? Javobingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring. To'g'ri va eng tezkor javobni topgan dastlabki 3 ta ishtirokchining ismini keyingi videoda e'lon qilamiz. Fikrlaringizni kutib qolaman. Keyingi videoda ko'rishguncha. Agar video yoqqan bo'lsa, like va obuna bilan bizni qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmasin. Biz bilim beramiz, sizdan esa ozgina e'tibor kifoya. Omon bo'ling.